Xitoy hukumati Sharq Turkistonda musulmonlarni aroq ichishga majburlash uchun atalmish aroq ichish tarbiyalash bazasi qurgan. Sharq Turkistonning Korli shahridagi bir restoranda Uyg'urlar uchun aroq ichish tarbiyalash bazasi qurgan. Mazkur aroq ichish tarbiyalash bazasiga aloqador rasm chet el ijtimoiy taratqularida keng tarqalib qo'zg'ol qo'zg'agan. Bunda qilish orqali Xitoy hukumati Uyg'urlarning ona tili, madaniyati, kulturi, urf-odat va diniy e'tiqodini cheklab, ularni diniy e'tiqodi, urf-odati va madaniyatiga xilof ishlarni qilishga majburlash bo'lib, ularga qarta irqiy qirg'inchilik qilib berish bilan ayblanayotgan mazgilda o'tirg'i chiqishi alohida diqqat qo'zg'ab, ijtimoiy taratqularda bu Xitoyning madaniyat qirg'inchiligining bir qismi deb ayblangan. Erkin Osiyo radiosi Xitoy bo'limining xabar qilishicha, Teng familiyalik bir Xitoy fuqarosi aroq ichish islom dinida cheklansimi, lekin Sharq Turkistonda aroq ichmaslik oshqo'llikning ifodasi deb qaralganligi. Shunga aroq ichmaydiganlarning aroq ichish odatini yetildirib, ularning urf-odatini o'zgartirish uchun Korli shahrida maxsus bu bazaning qurilganligini, maqsadining Uyg'urlarning e'tiqodi, urf-odatlarini o'zgartirish ekanligini, Uyg'ur cho'ng kichik ayollarni aroq ichishga tarbiyalash uchun tarmoqlarning maxsus kurs qurganligini so'zlagan. O'tgan yil fevral oyida Xitoy hukumati Sharq Turkistonda atalmish namratlarga yordam berish nomida Uyg'ur, qozoq va boshqa musulmonlarga cho'shqa go'sht tarqatib berganligi va ulardan aroq ichish, xan usuli o'ynashni talab qilganligi xabar qilingan. Xitoy musulmonlarga Xitoylarning an'anasi bo'yicha bahor bayramini tabriklashni rad qilsa, qayta tarbiyalash lagerlariga avatish bilan tahdid solgan. Ramazon oylarida ro'za tutgan, o'zlarining urf-odatlari bilan yashagan va kiyinganlarni jazolagan.